Diqqat qiling, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. O'zini bizdan boshqalarga o'xshatgan kishi bizdan emas. O'zingizlarda yahudiylarga ham o'xshatmanglar, nasroniylarga ham o'xshatmanglar. Albatta, yahudiylarning salomi barmoq bilan ishoradir. Nasorolarning salomi esa kafti bilan ishoradir. Bular qo'lini ko'tarib qo'yadi, qo'li bilan barmoq bilan ishora qiladi, hech narsa demaydi. Ammo musulmonlar assalomu alaykum va rahmatulloh deydi. Bu qaytaridan nimani tushunamiz? Biz musulmon bo'lmagan g'ayri dinlarga o'xshashga biz harakat qilmasligimiz kerak. Bu narsadan payg'ambarimiz man qilganmiz. Mumkin emas ularga o'xshash. Uzoqda bo'lsa bunday qilib qo'ysa tushunarli. Chunki eshitmaydi. Bunday qilib qo'ydingiz, chunki derazam orqasida turibdi. Ammo eshitadimi? Gapirishning iloji bormi? Assalomu alaykum deb qo'yaylik. Biz til bilan aytishligimiz shart. Til bilan aytishligimiz shart. Endi g'ayri dinlarga o'xshashlik masalasi. Ba'zi bir holatda umuman musulmon kishini na diniga, na xulqiga, na odobiga to'g'ri kelmaydigan kiyimlarni kiyib olganligini ko'ramiz. Lekin aytaverib zerikdik. Lekin sekin-sekin tuzalib kelyapmiz. Namoz o'qiyotgandagi kiyimlarimizni torligi, kiyimlarimizni kaltaligi. Man ahabba qawman hushira ma'ahum. Bu hadisga e'tibor qilamiz. Imom Tabaroniyda kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, kim bir qavmni, bir millatni yaxshi ko'rsa, ular bilan birga jamlanadi. Qiyomatda shularning qatorida tiriladi. Man tashabaha biqawmin fahuwa minhum. Kim o'zini bir qavmga o'xshasa, bas u ulardan. Shu g'ayri dinlar yo'qyaptimi? Qiliqlari, kiyimlari, yurish-turishlari, siz o'shalardansiz. Kullu nafsin tuhsharu ala hawa. Faman hawal kufra fahuwa ma'al kafara va la yanfa'uhu amaluhu shay'a. Imom Tabaroniyda bu ham og'ir hadis. Har bir jon yaxshi ko'rgan narsasi ustida tiriladi, ya'ni jamlanadi. Bas kim kufrni yaxshi ko'rsa, bas u kofirlar bilan birga bo'ladi, unga uning qilgan amali asqotmaydi. Qilgan amali asqotmaydi, chunki kofirlarni yaxshi ko'radi. Masalan, to'ylarimizdagi urf-odatlar qayerdan keldi? Kim kofirlarni yaxshi ko'rsa, qiyomat kuni ular qatorida tiriladi, amallari unga foyda bermaydi. Ularni turmush tarziga, urf-odatiga, yurish-turishlariga ergashish, taqlid qilishlik mumkin emas. Duoni qarang. Allohumma la taj'al li khayran ala yadin kafirin aw munafiqin. Duoda qarang. Parvardigor, men uchun biron bir xayriyatni kofirning yoki munofiqning qo'lida qilmagin. Ya'ni menga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelmasin. Nima degani bu? Agar sizga keladigan yaxshilik kofir yoki munofiqning qo'lidan kelsa, ularga bo'lgan muhabbat qalbingizda kuchayib ketadi. Tushunarlimi? Shularga o'xshagingiz kelib qoladi, chunki tirikchiligingiz o'sha orqali bo'lyapti. Vechirinkalarga borish kerak, ko'targanda ko'tarish kerak, va'z tushganda va'z tush kerak. Shularga muhabbatingiz ziyoda bo'lib ketadi. Shuning uchun ko'p aytamiz bu gapimizni. Yosh bolalarini g'ayri dinlarni yurtiga yuborayotgan kishilar yaxshilab bilib qo'ysinki, farzand uzoq muddat o'shada yashab qaytib kelgandan keyin o'zini muhtiga ko'nika olmaydi. O'zini yurtida yashashni xohlamaydi. Qavmini, ummatini, merosini, madaniyatini, dinini xohlamay qo'yadi. Chunki qalbiga ana shu g'ayri dinlarning muhabbati kirib qolgan bo'ladi. O'zini yurtiga kelib aytadi, bu yerda deydi, qoloq hamma deydi. Nima bor bu yerda? Nima qilaman bu yerda deydi. Tanisha, eshitgansizlar-a, nima qilaman deydi. Hech narsa yo'q bo'lsa deydi. U yurtlardagi dunyo ishlaridagi ayrim peshqadamliklarni ko'radida, ularning muhabbati qalbiga joylangan bo'ladi-da, o'zini dinidan, oxiratdan bexabar bo'lgandan keyin o'sha tomonda yashashlikni xohlayveradi. Nima qilaman deydi. Ushbu video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va yaqinlaringizga yuboring. Yaxshilikni ulashish uni qilgan bilan barobardir. E'tiboringiz uchun rahmat.